alaykum. Men bugun yangi yil dasturxoni uchun tovuqli salat qilib ko'rsatmoqchiman. Demak, idishimizga birinchi bu uchun nimalar kerak bo'ladi? Tovuq go'shtini mana filesidan qaynatib oldim. Mayonez, tuxumni quymoq qilib pishirib oldim. Kartoshkani somoncha qilib mana bunday fere qilib pishirib oldim. Keyin konservalangan jo'xori, ozgina bitta sho'rbodring, ozgina kolbasa va bitta bodring, bitta pomidor kerak bo'ladi. Birinchi ishimizda tovuq go'shtini qo'l bilan maydalab olamiz. Uzuncha qilib qo'lda maydalab olamiz. Bunday somoncha qilib to'g'ri oldik. Tovuq go'shtini maydalab oldik. Mana endi xo'sh, mana quymoqni kesib olganman. Shuni ham somoncha qilib kesib olamiz. Taxlaymiz. Shunday qilib somoncha qilib kesib olamiz. Chiroyli. Endi mana quymoqni somoncha qilib to'g'rab oldik. Tuxumdan qilingan quymoqni. Xo'sh, endi shu bodringni to'g'rab olamiz. Mana shu bodringni somoncha qilib to'g'rab olamiz. Narxi yo'qshtin. Mana endi kolbasani ham somoncha qilib to'g'rab olamiz. Birinchi dumaloq qilib to'g'raylik. Endi somoncha qilib to'g'raymiz. Mana kolbasani to'g'rab oldim. Endi bodringni somoncha qilib to'g'rab olamiz. Mana somoncha qilib to'g'rab oldim. Bodringni qo'shamiz endi. Endi pomidor. Yarimta pomidor yetadi, faqat ichini yumshoq joyini olib tashlashimiz kerak, bo'lmasa salatga suv chiqadi. Buni ham somoncha qilib to'g'rab olamiz. Mana to'g'rab oldik, pomidorni ham somoncha qilib. Endi konservalangan jo'xorini solamiz. Xo'sh. Keyin qovurilgan kartoshkani sola olamizda. Yana endi hammasini solib, mayani solib aralashtiramiz. Qo'lni o'zini.
Xo'sh, mana salatimiz tayyor. Tapga qarab mayonez solamiz. Buni mayonezsiz tarelkalarga qo'ysak ham bo'ladi. Hozirroq mayonez soldim men. Xo'sh, ana endi idishimizga solib olamiz. Juda ham mazali, vitaminlarga boy. Salat. Mana. Yeb ko'ramiz. Yeb ko'ramiz mana. Mana shuning bilan salatimiz tayyor. Shuning bilan bugungi videoni yakunlayman. Obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'ling. Barchalaringizga rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha like bosishni unutmang.